Okalar, ushbu pikapni olib sразу hozir o'zi tog'ga bosib oladigan joyi, sababi kapotining ostida 2 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan hamda 232 ta ot kuchiga ega. Zamonaviy LED faralarni ko'rishingiz mumkin hamda tumankalar juda ham zo'r hamda bagati. Kelinglar okalar, avtomobilni ichki salon qismini ham ko'rib chiqamiz. Salon qismiga keladigan bo'lsak, eshikni ko'rishingiz mumkin, juda ham plotniy ochilyapti. Xo'p, salon qismi asosan qora va jigarrang bilan kombinatsiya qilingan. Bu bir-biriga juda ham zo'r. Ya'ni qanaqa xalaqit berib qo'ymagan ranglar. Bu yerda bo'ladigan bo'lsa, ko'rishingiz mumkin, haydovchining komfortlari keladigan bo'lsa, haydovchining rul qismida multimedia, cruise control tizimlari bor va rul gidravlika. Ko'rishingiz mumkin, start stop aytgandek, akalar. Endi salonimizning orqa qismini ham bitta ko'ramiz. Orqa qismini ko'rganingizda, orqa qismida bemalol 3 kishi o'tirib keta oladi. Даже 4 kishiga ham misol uchun sig'ib ketsa bo'ladi agar kichikroq bo'lsa. Orqa tomonda o'zini беспроводной zaryadkalari bor. Qaranglar, maza, lekin eng qiziq joyi bor-ku. Agar okalar, sizlar ovga chiqadigan bo'lsanglar, bemalol orqa bagajdan foydalansanglar bo'ladi. Qaranglar, juda ham katta bagajiga ega. Tog'ga chiqayotganlar o'zi bilasizlar, nimaga kerakligini, nimalar olib olishinglarni o'zingizlar yaxshi bilasizlar-ku. Orqa bagaj katta, bemalol yuboy narsa sig'ib ketaveradi. Mashinani qaranglar, bagati juda zo'r lekin bor. To'g'risini aytadigan bo'lsam, hozir o'zi ancha aka, siz ko'rib turgan bo'lsangiz borku, sizga yoqdi, xudo xolasa olib sira tog'ga ketaman deyotgan bo'lsangiz kerak. Keling aka, men sizga borku, haydovchining yana ozgina qisqacha komfortlarini ham tushuntirib o'tib ketaman. Bu yoqni bitta ko'rsatib yuborasiz. Ichki salonni qaranglar, вообще. To'g'risini aytsam, krasavchik. O'tirasizlar, rulni o'zingizlarga bemalol ligirovka qilib olsanglar bo'ladi. Bu yoqda multimedia, cruise control aytib o'tganimdek, kattagina monitori bor. Monitor qismida sizlar bemalol cruise control, climate control hamma funksiyalarni bajarsanglar bo'ladi. Bu yoqda ham беспроводной zaryadka, avtomat joystikni ko'rishingiz mumkin. Juda ham udobniy, ya'ni chayba shaklida emas, lekin qo'lingizga udobniy tushadigan qilingan. Start stopda boya aytib o'tganimdek, bu yoqda 2 xil, 4 xil, 4L bor. Buni bilganlar bo'lsa, hozir kommentariyga yozib qoldirsanglar, to'g'ri javob topganga bitta bonus ham qilib beramiz, xudo xolasa. Qaranglar. Xo'p, kattagina yuki bor. Ko'rishingiz mumkin bu yoqda ham. Вообще. Xo'p, zadniy kamerasi ham bor ekan, o'zini заводской zadniy kamerasi ham bor. Bu mashinamiz maksimal skorochda 220. Masalan, 220 bu katta maxluqda agar sizlar shahar ichida ketasizlar, shahar tashqarisida ketasizlar, shu uncha odam borku sizlarga yo'l bera oladi. Akalar, ushbu pikap xarid qilish uchun sizlar naqd, sizlar avtokredit yo'nalishida xarid qilsangiz bo'ladi. Avtokredit yo'nalishida 1 yildan 5 yilgacha bemalol muddat ichida avtokreditga olishingiz mumkin. Ushbu pikapni faqat xarid qilish uchun pastda telefon nomeri yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, baraka qilishingiz ham mumkin.